Assalomu alaykum. Toshkent davlat yuridik universitetining axborot resurs markazi foydalanuvchilari. Bugungi sizga tanishtirmoqchi bo'lgan jahon elektron bazalaridan biri Springer elektron bazasi hisoblanadi. Springer elektron bazasi Germaniyada tashkil etilgan Springer kompaniyasi, ya'ni Springer Nature nashriyotining tarkibi hisoblanadi va unda nashriyotda Springer Nature tomonidan chop etilgan kitoblarni ko'rishingiz mumkin, sotib olishingiz mumkin yoki foydalanishingiz mumkin bepul, yoki boshqa bir jurnallarda e'lon qilingan maqolalarni tanishib chiqib yuklab olishingiz mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimizning deyarli barcha oliy ta'lim muassasalari O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tashabbusi bilan Springer elektron bazasiga obuna qilingan, bepul obuna qilingan va hozirgi imkoniyatdan foydalanib siz universitet hududida, ya'ni universitet binolarida, axborot resurs markazi binolarida bazadan foydalanishingiz va kerakli ma'lumotlarni onlayn o'qishingiz yoki yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Springer oynasi ochildi, elektron baza. Agar siz qidiruvni amalga oshirganda qulayliklar, ya'ni yanada oson qidiruv natijani xohlasangiz, Springer link so'zi bilan qidirishingiz kerak. Springer link oynasi mana shu ko'rinishda ochiladi va bular ko'rib turganingiz 13 milliondan ortiq bu yerda elektron ma'lumotlar jamlangan va ko'rishingiz mumkin ro'yxatni. Maqolalar 7 milliondan ortiq, boblar, ya'ni adabiyotlarning ma'lum bir qismlari, kitoblarni bo'lishi mumkin yoki to'plamlarni, konferensiya materiallari va kitoblar, protokollar va jurnallar, mana shu tarzda ro'yxat davom etadi. Adabiyotlar bu yerda tibbiyot va ommaviy salomatlik, ya'ni inson salomatligi bo'yicha bu yerda 2 milliondan ortiq ma'lumotlar, muhandislik bo'yicha yoki bu yerda o'sha ma'lumotlarga yana qo'shimcha bu yerda sohalar, ya'ni o'zingizga kerakli bo'lganlarni tanlab olishingiz mumkin. Bu yerda til bo'yicha ma'lumotlar berilgan, ya'ni eng ko'pi ingliz tilida 11 milliondan ortiq ma'lumotlar keltirilgan va nemis tili va boshqa tillar tanlab olsangiz bo'ladi. Endi ma'lumot qidiruv oynasi, qidiruv qatori chap tomonda joylashgan va unda siz adabiyotlarni umumiy qidirishingiz mumkin, ya'ni kerakli biror bir matnni yozishingiz mumkin yoki so'zni yozib qidirishingiz mumkin, yoki bu yerda ko'rib turganingiz kitoblar, jurnallar, videolar va bularda bu yerda siz adabiyotni ro'yxatini ko'rasiz, ya'ni kitoblarni ro'yxati mana alfavit tartibida joylashtirilgan va 23.730 ta adabiyot mavjud. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda adabiyotlar turli xil sohalarga oid adabiyotlar keltirilgan va ulardan
siz agar ma'lum bir sohaga oid adabiyotni tanlab olmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda qidiruv oynasidan o'zingizga tegishli, o'zingizga kerakli ma'lumotni kiritishingiz mumkin. Ya'ni sizga masalan huquqiy tizim atamasini berib ko'ramiz va bizga kitoblarni ro'yxatini chiqarib berdi. Mana 2012-yilda nashr etilgan kitob, elektron kitob. Va biz bu kitobni ochib ko'rdik. Kitobda ma'lumotlar ketma-ketlikda berilgan, ya'ni bo'limlari, ammo kitoblarni yuklab olish uchun, bu kitobni yuklab olish uchun faqatgina sotib olishimiz mumkin. Sotib olish uchun ochiq, ammo yuklab olish imkoniyatimiz yo'q va boshqa adabiyotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu adabiyot 2016-yilda nashr etilgan China's Changing Legal System, ya'ni Xitoyning o'zgaruvchan huquqiy tizimi deb nomlangan. Bu adabiyot tushunarli. Bu adabiyotda ham bo'limlari ochib berilmagan, ya'ni bu bo'limlarni yuklab olish imkoniyati yo'q, faqatgina sotib olishingiz mumkin. Ba'zi adabiyotlarda ma'lumotlar mualliflik huquqi sababli ba'zi bir ma'lumotlari ochiq bo'ladi yuklab olish uchun, ba'zilari esa yo'q. Ba'zilarini yuklab olsangiz bo'ladi, ba'zilarini esa faqatgina sotib olish imkoniyati mavjud. Xo'sh, bu adabiyot bu yerda EPUB variantini va PDF variantini yuklab olish uchun ochiq. Demak, bu adabiyotni yuklab olishingiz mumkin va foydalanish imkoniyatiga egasiz. PDF to'liq matnini ko'ramiz. Ma'lumot oynasi ochilmoqda. Xo'sh, adabiyot 506 varoqdan iborat. Bu yerda nashr etuvchilar, ya'ni muharrir, o'zbek tilida muharrirlar. Cyber security in Poland. Demak, kiberxavfsizlik Polshadagi kiberxavfsizlik mavzusidagi qo'llanma elektron kitob. Bu yerda 2022-yil deb belgilangan, ya'ni bu adabiyot 2022-yilda nashr etilishi kutilmoqda va elektron ko'rinishi esa bazaga joylangan. Demak, adabiyotni to'liq qismini, ya'ni barcha
bo'limlarini yuklab olish uchun ochiq bazada joylashtirilgan va biz uni ko'rib chiqib, agar bizga kerakli adabiyot bo'lsa, foydalanish, agar bizda istagi tug'ilsa, ushbu adabiyotdan o'zimizga kerakli fayl ichida joylashtirishimiz va yuklab olishimiz mumkin. Ushbu adabiyot yuklab olindi. Shu kabi boshqa adabiyotlarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin, onlayn o'qishingiz mumkin va bu yerda adabiyotni bo'limlari, agar siz aynan biror bir bo'limiga qiziqsangiz, sizga to'liq adabiyot kerak emas. To'liq adabiyotni yuklab olish istagi yo'q sizda va aynan birorta bo'limini yuklab olishni xohlasangiz, siz o'sha bo'limni ko'rib chiqishingiz mumkin, PDF shaklini va yuklab olishingiz mumkin. Faqatgina ushbu bo'limni yoki tanlangan bo'limlarni. Kitoblarni ko'rib chiqdik. Bu yerda esa yana ro'yxat keltirilmoqda. Bu yerda natijalar, ko'rib turganingizdek, ushbu qidirilgan legal system ga oid natijalarni chiqarib berdi va siz bular natijalar ichidan o'zingizga keraklisini tanlab olsangiz bo'ladi. Bu yerda siz o'zingiz uchun saralab olishingiz mumkin. Relevance yoki eng yangi, ya'ni eng oxirgi ko'rishingiz mumkin. Biz yuklab olgan adabiyot, ya'ni 2022-yilda nashr etiladi va bu eng yangilar qatorida birinchi qatorda e'lon qilindi. Biz hozir kitoblar bo'limini ochganmiz va shuning uchun bizga qidirilayotgan legal system mavzusida faqatgina kitoblarni e'lon qiladi. Endi jurnallarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Jurnallar ham alfabet tartibida joylashtirilgan. American Journal of Criminal Justice. Ushbu jurnalni ko'ramiz. Jurnalning ustki qismi va buni jurnalni nashr etilgan sonlari. 46-soni 2021-yil. Demak, bu yerda oktyabrda nashrdan chiqqan, avgustda va boshqa oylarda nashrdan chiqqan sonlari. Bu yerda esa 2020-yildagi 45-son. Oxirgi e'lon qilingan jurnal maqolalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda 7ta 5-sonda 7ta maqola e'lon qilingan. Foydalanish uchun ochiq ko'rsatilgan va biz bulardan biror bir o'zimizga kerakli bo'lganini ochib ko'rishimiz mumkin. Demak, maqola to'liq matni joylashtirilgan
va o'ng tomon burchakda yuklab olish belgisi buyrug'i turibdi va biz bu maqolani yuklab olish buyrug'ini bosamiz. Yigirma to'rt varaqlik mualliflari uchta ekan. Ma'lumot maqolaning asosiy maqsadi haqidagi qismi, kalit so'zlar bu yerda, kirish qismi, maqola ham shu kitob yuklab olingani kabi kerakli faylda, kerakli joyda yuklab olinishi mumkin. Yuklab olish tugmasi saqlanib qilindi va yuklab olindi. Boshqa maqolalarni ham shu tartibda ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda e'lon qilingan jurnallar Springer elektron bazasida mavjud va ularning ichida nashrdan chiqqan maqolalarni bemalol siz ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerdagi barcha jurnallar ushbu bazada mavjud. Jurnallarni ko'rib chiqdik. Endi video lavhalar. Ya'ni bu bazalar o'rganish haqida. Turli xil SQL bazalarda ishlash. Bu asosan axborot texnologiyalari sohasi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar yoki tibbiyot sohasi yoki biznes va menejment sohasida o'quvchi talabalar, foydalanuvchilar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz uchun qiziq bo'lgan video darsliklarni qidirib ko'rishingiz mumkin. Endi biz asosiy oynaga o'tamiz. Bu yerda bular yangi kitoblar va jurnallarni reklama ko'rinishida desa ham bo'ladi. Doimiy tarzda berib boriladi adabiyotlar. Yangi adabiyotlar. Endi biz umumiy qidiruvni amalga oshirib ko'ramiz. Ya'ni biror bir kitob, jurnal ichidan emas, umumiy bazadan qidiruvni amalga oshiramiz.
Xalqaro investitsiya huquqi mavzusida qidiruvni amalga oshiramiz va natijalar e'lon qilindi. Bizda 155 mingdan ortiq kitoblarning bo'limlari chiqarib berildi va maqolalar 67 mingdan ortiq. Va keyingi ma'lumotlar ham bor. Konferensiya materiallari esa 12 mingdan ortiq. Demak, bu adabiyot faqatgina sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Sotib olish uchun ochiq. Kitoblar. Endi kitoblarning qismlari, bo'limlarini ko'rib chiqamiz. Correction 2. Xo'p, bu bo'limda demak, ushbu saytda mana shu formatlarda mavjud ekan. Endi bo'limni yuklab olish yo'q. Bizga faqatgina bo'limni birinchi varog'ini, ya'ni sarlavha qismini ko'rsatdi va biz uni ushbu bo'lim bu kitobni ham bo'limlari, mana oxirgi bo'limi demak, tekin yuklab olish uchun mavjud emas. Endi biror bir maqolani ko'rib chiqamiz. Maqola 2017-yilda oktyabr oyida nashrdan chiqqan. To'liq matni berilgan. Va yuklab olish uchun ochiq. Odatda adabiyotlar mana bu belgi bilan berilganda faqatgina sotib olish yoki ma'lum bir boshqa saytlardan ko'rish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ushbu baza orqali siz ilmiy ishlaringizni yoki biror bir dars jarayonlarida foydalanishingiz mumkin bo'lgan adabiyotlarni topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.